Payg'ambar alayhissalomlar qaysi davlatdan chiqqan va ular necha yosh yashaganini bilasizmi? Shri-Lankadan Odam alayhissalom 960 yil umr ko'rdilar. Iordaniyada Nuh alayhissalom 950 yil umr ko'rdilar. Suriyadan Shuayb alayhissalom 882 yil umr ko'rdilar. Livan davlatidan Solih alayhissalom 586 yil umr ko'rdilar. Falastin davlatidan Ibrohim alayhissalom 195 yil umr ko'rdilar. Saudiya Arabistoni Ismoil alayhissalom 137 yil umr ko'rdilar. Falastin davlati Yaqub alayhissalom 129 yil umr ko'rdilar. Falastindan Ishoq alayhissalom 120 yil umr ko'rdilar. Falastindan Yusuf alayhissalom 110 yil umr ko'rdilar. Iroq davlatidan Lut alayhissalom. Iordaniya davlatidan Ayub alayhissalom. Yaman davlatidan Hud alayhissalom. Iordaniya davlatidan Zakariya alayhissalom 207 yil umr ko'rganlar. Isroil davlatidan Sulaymon alayhissalom 150 yil umr ko'rganlar. Misrdan Horun alayhissalom